Qonaqlar eng ilk avul xo'jaligi ko'rgazmasini qaradi. Agromaster yetishtiruv kompaniyasida ishlangan avul xo'jaligi texnikasi, importni olishtiruvchi zapaschastlar qonaqlarda zo'r qiziqishni uyatdi. Rayon boshlig'i Albert Xo'jin Tatariston Respublikasi raisining yozgi qirishlari bilan tanishtirdi. Xizmatiga rahmat, albatta Muslim rayonda bo'shtimasin. Rayon o'zida ish bo'yicha da o'ng'ay rayonlar arasida gil kurasha olmaymiz, yilga birer martaba kelsak begaybat. İşlamaların teyişini çekirtildi. 97 kilogram tesir etişi maddede vaktinde şaşıldı diye biliyoruz bütün üstüde agrotexnik soroklarda. Respublika yetakchisi Avgust Muslim agrofirmasining O'razmat tovarliqli sutchilik kompleksida qaradi. Robotlashtirilgan sovum apparatlarining ishlovini zo'r qiziqsinu bilan kuzatdi. Sovum sıyırlarning oziq ratsioni bilan qiziqsindi. Yangi tug'an buzovlar bo'ligida bo'ldi. Rustam Minnaxanov sutchilik kompleksina yuqori baho berdi. Avgust Muslimning fermasi ulinti Amerika texnologiyasi bo'yicha ishlagan. Ondaylar hali bizning respublikada yo'q. Cross ventilatsiya deb ataladi. Unda qirida shunday kuchli ventilatorlar turadi. Ham endi olar bo'lgan orqasida jeykini onda bek qiziq bo'lmay, Rustam Nurgalovich bek motor beya berdi. Bu usulni boshqa agrariylarda ko'rsatish kerak, ham bundan o'rnak olish kerak deb. Сдали и фактически у нас уже вышли на производственные объемы по молоку в нашем комплексе здесь, у Разметьева. Вот то, что мы запускали его и начинали 3,5 года назад. Ну вот это, наверное, такие наши, как бы, если говорить о Муслимовском районе, этой агрофирме. Respublika raisi tarafidan жеткирилген maqtov so'zlari kelajakda ishlarga zo'r itargich bo'lsin edi. Noila Salaxova, Dinar Nurtinov, Muslim televideniyesi.